Kelar bor yo'g'i 24 ming kilometr yurgan bunaqa Gentra'lar hozirgi kunda kamdan kam holatda bo'lib ketgan okalar. Assalomu alaykum okalar. Bugungi video obzorimizda 2022-yilda ishlab chiqarilgan idealniy holatda Gentra mashinamiz okalar sotuvga chiqdi. Mashinamiz ko'rib turganingda chiroyli holatda bo'lib turibdi. Kraskalar absolutniy top-toza. Ukomiz aytib turibdilar, aka bir tomchi kraskasi yo'q deb turibdilar. Bosib o'tgan masofalari bor yo'g'i 24 ming kilometr yurgan. Mashinamiz mexanika okalar, ko'rib turganingizda ABS hamma narsasi bor mashinamizda, full PS'da okalar. Orqa taraflari ham ko'rib turganingizda chiroyli holatda bo'lib turibdi. Hop, gaz bolan bormi buni? Yo'q, gaz yo'q, salon holatda. Puli necha pul oshna buni? Pulini 11 mingga qilib beramiz. Bo'lishi. Dokument qanaqa bo'ladi? Dokument oформить. Telefon raqami berib keting. 97 212 312. Okalar bemalol murojaat qilaverasizlar. Mashinamiz ko'rib turganingizda mana ichki salonlari ham chiroyli holatda bo'lib turibdi. Shuni olasiz, haydaysiz. Okalar hech qanaqa rasxodlar yo'q. Bizga obuna bo'lib kuzatishni davom etib turinglar mashinamiz ustidan.